Akam shoshma, choy ham ichmasdan qaq ketyapsan. Tinchlikmi o'zi, bir xil payt uyga ham kelmayapsan. Eski kiyimda kelib, eski kiyimda ketyapsan. Bugun oxirgi suruk edi. Obyektni bitirib bermasam, uy egasi ishlagan pulingni bermayman dor. Agar vaqtingiz bo'lsa, bugun qarashib oling aka. Necha marta men senga men bilan ishlagan desam, mana shu ustachiligingni tanlading. Bo'pti, yur qarashib oraman. Ukam jonim ukam mana Aka, Ha? mashinangiz kaltini berib turing. Qorin ochib ketdi, shunda obedga chiqib keling. Moshinani kalti o'zida. Sot bo'lib chiqib kel, bor. Aka, siz havas qilgan u ham ancha bitib qoldi. Ishqilib tuzur ostida gaplashganmisan? Men xabar olib chiqaychi. Xo'p, O'zi O'zbekistonda nomeratni introverding qaysi? O'rtamizda sil bo'lib qolsin. Mo'bi. O, menga qaralaring. Bunday hamma yopardik. Hozir ishqi bo'lib tozalab qo'yamiz. Bidillama u. O'zi bir oddiy usta bo'lsang, tozalamamtlarni. aka tinchlikmi nima bo'pti? Assalomu alaykum qo'shning. Siz bitta nima qilyapsiz? Ma'mi inson kim bo'ladi senga? Sizga rosa maqtayotgan akam shular bo'ladilar. Bitta qorindan tug'ilgan ekansizlar-yu, lekin bir xil tarbiya olmagan ekansizlar-da. Akangga yetib qo'ygan, kibrga berilmasin. Hammasi qoladi. Ukam, ketdi bu yerda. Meni nima deb aytuvding? Uy remont qilishingizdan oldin shu insonning oldiga boruvdim. Xo'jayin, oldingizga kelishimdan maqsad akam yaxshi niyatda uy ko'taryotdilar. O'shanga ozgina yordam berib turasiz deb oldingizga keldim. Xo'p, faqat bitta sharti bor. Xo'p. O'sha har doim Maqtidin akam bilan ko'rishtirasan. O'tirib, bir mazza qilib gaplashish niyatim bor. Pulni kechqurun uyga o'tsa, beraveraman.